Assalomu alaykum hammaga. Sizlar uchun 113 kvadratdan tashkil topadigan Yevro remont xonadonimizni bugun taqdim qilamiz. Narxlari ham juda ham zo'r, 135 ming dollar. Ya'ni kelishiladigan joyi bor ekan. Mehmonxonaning kattaligini qaranglar, patologlar juda ham baland, juda ham zo'r, qandillarga, mebellarga alohida e'tibor berish kerak. Oynalari birinchi liniyada joylashgan, juda ham zo'r, katta xonadonimiz, konditsionerlari bor. Remontga lekin juda ham zo'r yondashgan ekanlar. Xonadonimizning asosiy eshigimizdan kirganimizda chap tarafimizda bizning oshxonamiz bo'lyapti. Oshxonani ham ko'rayotganingizdek kattagina, kengina qilib bo'lgan o'zini balkon, terrasalariga ega machit, manzaraga qaranglar. Machitimiz shunda ko'rinib turibdi, xonadonimizga bog'cha, maktab, hamma narsasi bor. Lokatsiyalar qiziq bo'lsa, oxirida aytib o'tamiz. Juda ham zo'r xonadonimiz. Umumiy yuvinish xonasi ham ko'rishlar mumkin. Kattagina, kengina qilib qo'yilgan va eshiklari ham lekin dahshat ekan. Radiator tizimlari o'rnatilgan, shift balandligiga qaranglar, 3 metr atrofida chiqadi va o'ng tarafimizda bo'ladigan bo'lsa, yana bitta xonamiz bo'ladi. Mebellari qo'yilgan, zo'r. Endi ikkinchi xonamizda bo'ladigan bo'lsa, umumiy ota-onalar uchun mo'ljallangan xonamiz. Oynalar tashqariga qaragan, yo'l yuziga, transportlardan hech qanaqa muammolar yo'q. Bozorchi akalarimiz diqqatiga juda ham zo'r xonadonimiz bo'lyapti. Bu yana bitta umumiy yuvinish xonasi bo'lyapti, ko'rishlar mumkin, juda ham zo'r. Endi bu farzandlar uchun mo'ljallangan xonamiz bo'ladi. Xonalarimizda konditsionerlari bor, juda ham zo'r, kirib yashash uchun tayyor, barcha qulayliklar bor ekan. Bozorchi Bekbaraka Abu Saxiy ishlaydiganlarga juda ham zo'r variant deb o'ylayman. Zangiota tumani Bekbaraka Novostroyka domlaridan bo'lyapti. Birinchi liniyada joylashgan, suv, gaz, svet, barcha narsasi bor. Machit, bog'cha, maktab, magazinlar juda ham zo'r. 4 xonali xonadonimiz bo'lyapti. 113 kvadratli, narxi 135 ming dollar. Kanalimizni kuzatishda davom etinglar. Hammalarga a'lo kayfiyat tilab qolamiz. Bemalol telefonlashib, savdolashib shu ko'rgan xonadonlarni xarid qilsanglar bo'ladi.